اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kardeşler bir vakitte Baniska operatsiyaga bir 60 yaşlık aksakallı, nurlu bir abzi kelip kirdi. Hazır operatsiyaga kelgende bu jilay başladı. Tabip ayta sen jilamayın, nishab jilaysan, korkarsın balla degeç. Tege ayta yok. Operatsiyadan korkmayım. Ko'p saat baral. Bu 4-5-6 saat barırdır belki. Men de kun sayın bir belgilengen xatli Kur'an okuyayım deydi. Mana bugün okuy almayayım deyip korkam deydi. Ataga so'rab berashin ko'pmi o'qiysan kunida degash, 3 kunda de Qur'onni chig'am deydi. Shol vaqtda bu tabib ayta, men shunda uyat bo'ldi deydi. Bu tabib ta namoz o'qiy turgan, men atna bo'yi bir oyat da o'qiganim yo'q deydi. Bu babay 3 kunda deydi bir Qur'onni o'qib chiqadi. Ya'ni kun sayin Qur'onning 3-ulushini yoddan o'qib chiqadi. Bu Qur'on hafiz bo'lgan kishi. Yaradi tabibga murojaat etib aytashin, aydam shular ishlaymiz deydi. Men 2 rakat namoz o'qib bir. Ondan so'ng deydi, 1 soatga meni qoldir. Men o'qiy boshlayman, o'qib boshlab jibaram deydi. Anlar anesteziya kirtirsin deydi. Shular ishladilar. Ham tabib shunday qiziq narsalar aytadi. Anesteziya kiritgandan so'ng da operatsiya xatlik deydi. Bu babay Qur'on o'qib yotgan edi deydi. Alimlar Abu Hurayra shunday matur so'zlar aytadi. Al-qalbu malik. Yurak u podsha. Wal a'da junudu. Bizning a'zolarimiz, oyoqlar, qo'llar bo'lsinmi, ko'zlar, tillar, u onun askarlari deydi. فإذا طاب الملك طابت جنوده. Ham agar dedi yuragi podsha o'zi sog' salomat bo'lsa, onun askari da sog' salomat bo'lacak, solih bo'lacak. Lekin va iza habusa al-malik habusa junudu. Lekin agarda podsha buzuq bo'lsa, onun askari da buzuq bo'lacak. Mana bu babayından onun yuragi Qur'on bilan to'lgan edi. Shunga ko'ra yurak tilini o'zincha bir signal berdi narsa o'qirga. Narsa qararga shulay bizga biz yuraklarimiz amr etadi qardoshlar. Biror narsa ishlaysan ekan, onarga senga signal yesa ruxsat yuragim beradi. Ham agarda u g'amalan gunohli bo'lsa, demak, yurakda o'zincha bir problema bor. Agarda yurak buzuq ishni, gunoh ishni ishlarga bermasa, demak Allohga shukr bu yurak solih. Sog' salomat. Podshoh sog' salomat, demak askarlarida, g'amallarida sog' salomat bo'lacak. Alimlar shunday matuslar aytadi, man asha ala shay mata alayh. Kishi narsa bilan yashadi, nindi holda yashadi, shu holda vafot bo'lacak. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda bir hadisda aytadi, yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayh. Kishi nindi holda o'lashak, shu holda quborat tashig'a. Yani agar da bu dünyada kishi Allohga itoatda yashadi ekan, demak itoatli bo'lib bu dunyodan ketishak. Bu dunyodan itoatli bo'lib ketdi ekan, demak qiyomat kunida itoatli bo'lib quborilib chiqadi. Ikkinchi yoqdan agar da kishi gunoh qilib tavba qilmay turgan bo'ldi ekan, umri bo'yi shulay o'luvi anan zo'r ehtimoli bo'lacak. Ya'ni shu tavba qilmaycha ketuvi zo'r ehtimol bo'lib turacak kardeşlerim. Allah saqlasin. Ham qiyomat kunida shulay quborib chiqarga mumkin. Lekin albatta biz bunda anglarachiymiz. Agarda biz biror kishining noshor holida o'lim ko'rsak, u noshor kishi bo'ldi deb ayta olmaymiz. Biz faqat aytamiz, agarda kishi noshor holatda yashadi ekan, gunohlar qilib, mana shu holatda vafot bo'lu ehtimoli zo'r. Lekin 100% ayta olmaymiz. Chunki narsa kishining yuragida nindi yo'l amallar qilib biz ularni bilmaymiz. Bizlar ko'rishimizni da bilmaymiz. Boshqa kishilarga baya da bera olmaymiz qardoshlar. Shunga ko'ra boshqa kishilar da bor. Men misol uchun keltiraman, bir shunday kishi bor edi. G'umr bo'yi Qur'on tovushini yaratmaydi, muzika qo'yadi. Yaratmaydi.
вафат булганда да Кур'ан куйганнар иде. Моны сүндергез ди. Миңа музыка кабызыгыз, чөнки музыка тыңлап йөрәгем тынычлана ди. Шуңа кардәшләрем, әйдәгез безнең тормышыбызга карыйк. Чөнки кабердә сорау биргәндә, ул сорауларга җавапны ятмасаң да, әгәр дә ул җаваплар белән яшәмәсәң, җавап биреп булмас. Кем син Раббың? Нинди синең динең? Кем сезгә җибәрмеш пайгамбар дигән сорауларга, әгәр дә без моның белән яшәмәсәк, шундый хәлдә вафат булмасак, кабердә җавап бирә алмабыз. Шуңа Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрбер безгә дә матур халәттә, рухи тәрбия ягыннан, Аллаһка итаат ягыннан матур рәвештә яшәргә насип итсә иде. Шул халәттә вафат булырга да насип итсә иде. Һәм кыямәт көнне әлбәттә шул халәттә кубарып чыгарга да Аллаһ Тәгалә һәрбер безгә дә насип итсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука